Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Tillatepa MFIda 139-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi 200 metr, bo'yiga 500 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 80-90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Yangiqo'rg'on kartoshkachilik markazi tomorqa xizmati MChJ va Birlashgan Agrosentr ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.